Tezroq so'yinglar, menikini tirnog'imni olishim kerak deydi. Do'stlar, bu farz emas. Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar. Juda ko'p odamdan savol tushyapti. Hojilar ehromga kirgandan keyin tirnog'ini, boshqa shunga o'xshagan o'zidagi ba'zi a'zolarni olmaydi. Qurbonlik qiladigan odam ham olmasligi kerakmi degan savol. Bu haqida diniy idorani fatvo bo'limi ajoyib javob bergan. Bu nima uchun muhim? Buni javobini berib odamlarga nima muhim, nima muhimroq ekanligini tushuntirish kerak bo'lyapti. Chunki xabaringlar bor, Mehr 2020 siz azizlarni bu masalada og'riqlarni yengil qilish uchun oldinglarda xizmatga tayyor bo'lib turibdi. Qassobxona, qo'yni qidirish, uni so'yish, go'shtini tarqatish, bu hamma tashvishlarni zimmalariga olishyapti va bu buyurtmada taxminan nechta odam bo'lsa, hamma telefon qiladida, tezroq so'yinglar, menikini tirnog'imni olishim kerak deydi. Go'yo farzdek muomala qiladi. Do'stlar, bu farz emas, bu o'ta zaruriy emas. Siz hayit kuniga bemalol yuvinib, cho'milib, chiroyli tirnoqlaringizni olib chiqavering. Eng muhimi, musulmon odam qurbonligini so'yishligi. Eng muhimi shu. Tirnog'ingizni olish masalasi ertalabda hammanikini so'yib bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? 100 ta odam, 200 ta, ba'zan 1000 ta odam bo'lishi mumkin. Hammasini so'yguncha 3 kun vaqt ketadi. O'shaning uchun bu ishni taklif qilgan, bu ishga biz bilan birga hamkorlik qilayotganlar to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Bir ma'noda ilm ham bo'lib qolsin. Juda zaruriy narsa emas. Tirnoqlarni olmaslik kerak degan gap yo'q. Bemalol olsa ham bo'laveradi. Mayli, endi ko'proq a'zo guvohlik bo'lsin degan bir tushuncha ham bor qurbonlikka. Nafl ibodat qilaman deb vojib ibodatga xalaqit qiladigan ishga bosh qo'shmaslik kerak. Salomat bo'linglar, yana sizlar bilan ko'rishamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.